Assalomu alaykum barchaga YouTube kuzatuvchilari. Meni ismim Madina, 29 yoshdaman va 3 ta farzandli onasiman. Men YouTube'da Germaniya Berlinda yashaydigan o'zbek oilani hayotidan lavhalar qo'yib borishni xohlab, shu kanalda o'z faoliyatimni boshladim. Menga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'laman. Men bu videolarim orqali iloji boricha Germaniyadagi, Berlindagi hayotni sizlarga yoritib borishlikda harakat qilaman. Yüreğiden dert zarbi bor, olis yurtda yurgan. Men to'g'risi bu kanalni Yevropani boshqa joylarida yashab, o'sha yerlarni yoritib borishayotgan ko'pgina hamyurtlarimizni videolaridan ilhomlanib, videolar qilishlikni boshladim. Ko'chamizni boshi yopiq. Nimagadir yoqda qanaqadir bolalarning o'yini nimadir bo'lyapti. Bolalar sadikdan qaytyapti. Ko'chamizda nimadir bayram. Kameralarni o'zgarib qolibdi. Bayram kutayapti. Ayıp. Ayıp, nima bayram? Shu kuni bizni ko'chamizda qanaqadir tadbir uyushtirilgan ekan. Ya'niki, o'zbekcha aytganda, bizni mahallamizda qanaqa bolalar bor, necha yoshli bolalar, o'g'il bolalar qancha, qiz bolalar qancha, ularning uy hayvonlari bormi, yo'qmi, shularni bilish uchun, ya'ni tanishuv kuni bo'lgan ekan. Biz ham o'zi shu mahallaga yangi ko'chib kelganmiz. Yaxshi bo'ldi. Biz ham bilmagan holda kelib qolib, lekin qatnashib, bir-birimiz bilan gaplashib, ya'ni men nemischa bilmayman, lekin bolalar rosa bir-biri bilan gaplashib, tomoshalar ko'rib, mazza qilishdi. Bizga yomg'irli Berlin boshlandi. Biz Berlinda Charlottenburg rayonida yashaymiz. Sentralniy rayon. Lekin yangi ko'chib kelganmiz. Hali ko'p bo'lmadi. Burada kanslarskiy magazin bor bu yerda. Bu shunaqa sim karta olinadigan kompaniya. Bu qanaqadir nemislar magazini, to'g'ri o'zim tushunmayman. Naryoda apteka bor, undan keyin ham yaxshi magazinlar bor. Bolalar ko'ngilda aylanib yurishdi. Ha? Ketdik. Ha, ketdik. Nima boshchi? Bunisi boshchi? Boshchi? Biz shunaqa qo'llayman boshlagan. Nima maqsad shunaqalar qilishlar?
O'chmadi. O'zing qo'rqibsan. Shunaqa. Qo'lini boshlagan. Biz qayerga borsak, shunaqa legoli magazin ko'rib qolsak, albatta kirib, tomosha qilib, ba'zi bir holatlarda olib, sotib olib ketishga harakat qilamiz, chunki men bolalarim o'ta legoni yaxshi ko'rishadi. Germaniyada shunaqa legodan san'at asari yaratib yuboriladigan shunaqa joylar bor. Rosa o'zi kattalarim kelib, xursand bo'lib, shunaqa tomosha qilib ko'rishadi. Men bolalarim o'ta legoni yaxshi ko'rishadi. Bu yerda legolarni har xil shakllarini yasash uchun alohida qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda legolarni grammlab sotib olsa bo'ladi. Masalan, kimnidir qanaqadir fantaziyasi bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha fantaziyasiga qarab, qancha rang, qanaqa nima kerakligini ko'rib, o'zlari bilib, shunaqa fantaziya qiladiganlar ham bor-da. Shunaqa qilib sotib olishadi. Sizlarga qo'yib boradigan videolarim yoqadi degan umiddaman. Like bosib, obuna bo'lib qolsangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bu kanalni yurishib ketishiga bu katta sababchi bo'ladi. Yana videolarda ko'rishguncha xayr.